Haftaning har dushanba kunlari viloyat ichki ishlar boshqarmasida an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan ma'naviyat va ma'rifat darslari soha xodimlarining bilim va salohiyatini oshirishga, mamlakatimiz hayotida yuz berayotgan yangiliklardan boxabar qilishga xizmat qilmoqda. Navbatdagi mashg'ulot Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan korrupsiyaning oldini olish mavzusidagi tarbiyaviy videorolik namoyishi bilan boshlandi. Farg'ona Politexnika instituti mutaxassisi tomonidan esa korrupsiya halokatga yo'l mavzusida ma'ruza qilindi va videorolikda ko'tarilgan mavzuning ayanchli oqibatlari haqida so'z yuritildi. Ta'kidlangandek, korrupsiya jamiyat taraqqiyotini yemiradigan, fuqarolar va davlat organlari xodimlari o'rtasida o'zaro ishonchsizlikni yuzaga keltiradigan jinoyatdir. Bu illatga qarshi kurashish esa jamiyatimizdagi barcha fuqarolarning birgalikdagi vazifasi sanaladi. Tadbirda, shuningdek, 21-mart Navro'z umumxalq bayrami munosabati bilan viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan taqdirlangan xodimlarga mukofotlar tantanali ravishda topshirildi. Mutolaa vaqti videoroligi yurt posbonlarining ma'naviy dunyoqarashini boyishiga, ishchanlik kayfiyatini yanada oshirishga xizmat qildi.